Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Rossenter bozoridan o'tgan yerda postkaning yanında 5 qavatli toza qurilgan domimizni ikkinchi qavatida bir xona 61 kvadrat bemalol 2 xona qilsa bo'ladi. Mashina uchun parkovkalardan muammo yo'q. Deski plashtatkalarimiz bor. Saychan bilan danishib chiqaveramiz. Yurtdoshlar, ikkinchi qavatga yetib keldik. 3 xonadondan tushgan ekan. Liftimiz bor. Oyoqlayimiz mramordan. Bismillah deb video obzorimizni boshlaymiz. Birimiz prixo'ja. Bu yon tarafimiz sanuzel, bu yon tarafimiz oshxona, bu yonimiz katta zal. Suv, gaz, svetlar girib turibdi yurtdoshlar. Oyoqlayimiz sechkasi bitib turibdi, sovuqlarimiz bitib turibdi. Doğru spakolovga tortib, oboyni boshlab beraveradi uni. Birini prigorodkasini olib turib, beraqa surilsa, bu yon tarafimiz kuxni qilsangiz da bo'ladi, keng. Bu yon taraf katta zal bo'lib qoladi. Bu yon tarafimizni yana oshxonani katta spalni qilsangiz da bo'ladi. Bu yon tarafimizda ochiq balkon ham bor. Gaz shotchiklarimiz, suv shotchiklarimiz, svetlarimiz tayyor turibdi. Bu yonimiz balkon ochiq. Bemalol 2 xona qilsa bo'ladi ekan. Buni 61 kvadrat dedik. Uzr so'rayman, dokumentni ko'rsak 62 dan ham ziyodroq ekan. Bu yonimiz sanuzel. Shotchiklarimiz qo'yilgan, suvlar girib turibdi. Bahosi 6 million so'mdan kvadrati kelishib beriladi. Like bosib do'stlarga berib qo'yinglar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.